Qora ikkita Eston. Bo'ylari 120+. Qayerda mol edi? Mol qayerdiki? Sherdiki Samarqandga. Samarqand qayeri? Mana Qayloqdan. yo'q, mana shu Selskida. Nech pul deya so'rayapsiz? Buni 23. 23 million. Burisi 400 kiloga borib bormaydi. 420 kilo. 420 kilo. Yaxshi ekan eti unda 420. Bozor ko'rgani qancha bo'ldi? Hozir bu 21 so'rayapti. 21 million, ha? Berganingiz yo'q. Yo'q. Qo'shsa berasiz. Bunisi-chi? Bo'lsa 20 million so'rayapti. 20 million. Bermayapti. Qancha so'rayapsiz bunga? Buni 23 so'rayapti. Bundan kichkinaroq ekan, ha? Ha, bu ariqroq. Bu semizroq. Ammo eti zo'r ekan. Eston paroda. Tuyoqlari ham yaxshi ekan. Qarabay kelamiz. Nomeringiz necha? Nomeringizni ayting. Mabodo bozordan qaytsa internetda ko'rganlar telefon qilishadi. Nomeringizni bilmaysiz? Hozir nomerni ko'rib beramiz. 420 kilo olingan. Ha, tovol o'ziga 23 millionga bermaysiz. 46. Mana nomerlari 90lik 251 36 46. Bemalol telefon qilaverasiz. Ammo ovozlar zo'r ekan. Tuyoqlari ham joyida ekan, dalshi boqsa bo'laveradi endi. Dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik. Olib yana dalshi boqib buni 600-700 kilolik qilsa ham bo'ladi ekan. Yosh ham tishormagan hali? Yo'q, hali ikkalasi ham tishormagan. Tishormagan hali. Hozir quyosh tushib qolyapti. Mana ovozi. 24 millionga baraka bo'ldi ovozimiz. 24 millionga. Grenford nech pul bo'ldi aka? 27 million, ha? Tortilganmi? 27 aka. Yo'q, vesi tortilmaganmi? 450 ni bosib keladi. 450 kilo. Ha, 450 kilo. Grenford. 1 million 100 ming. Bir yashar bormi? Bo'yi qancha? Buzoq hali. Buzoq. 1 metr 1 metrdan balandroq. 14 million 100 ming so'm. Tuyoqlari joyida ekan. Mol bozorida mana Farg'ona pechkalari ketdi. 1 million 300 ming so'm ekan. Ular ekan joylari cho'yan ekan. Ichlarida havo yuradigan sepkalari ham bor ekan. Orqada o'tin qo'yib qo'yadigan joylari ham bor ekan. Bunaqa tappa apparat ham bor ekan. Tappa apparat ko'rsatuvchi. Bunaqa tappa apparat ham bor ekan. Ko'mirni maydasini hoka qilib qo'ysa ham bo'ladi. Yangi bunaqa gulli variantlari ham bor. Orqada tapchan. Bunisi 1 million 300 ming so'm, bunisi 1 million 200 ming so'm. Xo'p, navbatdagi ovozimiz 28 million. Bo'ylari 120+. Vesi qancha chiqadi aka og'irligi? Tortmaysizmi? 500 kilo plus tortilgan, ha? Tortilmagan naglas. 28 ga bermayapsiz. Nech pul so'rayapsiz? 32 million. Oz qopdi-da? Oz qopdi. Mana orqa taraflari. 28 millionga berilmayapti. 30 millionga savdo bo'lagan ovozimiz. 30 millionga. Bo'yi 150. 30 millionga berilmayapti. Assalomu alaykum. Samarqand Pastdarg'om Maroqat mol bozori. Nech pul so'rayapsiz aka? Qancha? 13? Borganichi? Borgan. So'ragani. Oz keldim, 7 deyapti. 7 million. Qisir. Qochmagan aka, qisirmi? Mana shu aniqmi? Ana basa nomozsiz yurgan. Toylar qancha bor aka toy? 12 deyapmiz. 12 borganicha so'ragan. 8. 8 million. Qo'rqmaydi.
Tutmaydimi? Nech pul so'rashdi, to'g'ri? 14 so'rayapti. 14. Qisirmi bu? Qochganmi? Qisiri? 14 dan so'rashyapti. Buradagi eng gigant molimiz, sigirimiz. Bolasi ikkitami, to'g'ri? Egizami bolasi? Yo'q, bitta balasi bor, qondigan balasi bor. Qonda. 3 ta ekanda. 4 oylik. 4 oylik. Tavuk. Suti qancha? 15 lira. Suti 15 litr. Nech pul deyapsiz? 55 million. Bo'yi 150 plus a, 160 atrofida. 160 atrofida. So'ragan nech pul bo'ldi? Borgani. Buni 43 million so'rayapti. 43 millionga berilgan yo'q. Bolasini olmoqchami? Navoscha balasi. Bolasi qaysi? Bolasini olmoqchi. Nomeringiz nechta? Bobodan bozoringizni bersin endi bozor. 94lik. 999 83 23. Qayerda mol? Bu Taylovda mol. Taylovdagi. Yeb ichishga garantiya bir hafta. Tug'ishlik ham javob. Nechinchi tug'ishi? Bu ikkinchisi. Ikkinchisiga, qornidagi uchinchisi. Uchinchisi. Ovozasini olib qo'yaylik. Bu bolasi qorami? Qora. Bolasi. Aka nech pul? 55. Necha oylik yaqini? Tug'ishi. Yaqinlashib qoldimi? Necha oylik? Ha, qornidagi. Bolasi bor, unaqa. Bolasi bor ekan. Aka suti nechta? 20 ta bormi? Ha? 20 ta. Qayerda moli? To'la bitta joydami? Mana ikkita bozorda eng go'zal mollari va shakllarda ekan. Endi borgan nechta bo'ldi bu hali? To'g'a qanchaga bordi? Borgani, so'ragani nech pul? Oxiri qancha so'rashdi hozir? Bozori. 40 millionga bermadingiz. Ammo bu sut ko'proq olgan. Nechinchi tug'im? Birinchi bolasi. Bu ikkinchisi, buniki bolasi. Ikkinchi bolasi. Qornida yo'q buni. Bu hozir qochmadi hali. 2 oylik bolasi qornida yo'q. Ammo suti zo'r ekan. Suti zo'r ekan. Yaxshi boqsa beradigan. Rossiyskiga gibrid. Taylovda oling, mana shu ikkovi. Tog'am nomeriga telefon qilaverasizlar. Nech pul bo'ldi Novoz aka? Ha? 14 million. 850 kilo atrofida, bo'ylari 1.10. Birdan baland. Aka, mol sizdanmi? Nech pulga bordi? Bozori ko'rgani. So'ramadimi hali? So'ramadimi? Nech pul deyapsiz? 30 million. Bolasini olmoqchi. Buqacha. Bolasi zo'r ekan mana, gibrid ekan. Sutini 5-6 litr bormi suti? 30 million deyapti, so'ragani yo'q hali. Endi olib kirdingiz. Nomer berasizmi aka? Qora bo'g'oz molimiz. Bo'yi 1.20 1.30 atrofida. Necha oylik aka? 8 oylik. Qaytdiki mol? Ha? Shirobniki. 8 oylik yaqinlashib qoldi-da, bir oydan keyin. Qonida bunlari. Nechinchi tug'ishi? 2. 4 ekan-da. Ikkinchi tug'ishi molimiz. Nech pul deyapsiz? 25 million. So'raganichi? 20 million so'rashdi, berilmaydi. Nomeringizni aytingchi? Nomeringizni ayting. 91lik 524 1406. Shirobni moli. Yeb ichiga bir hafta garantiya. Tuyoqlari ham joyida ekan. Dalada yurgan mol. Nech pul ekan bolasi kichkina? Aka nech pul? Nech pul? Bu onasi bu.
Buni bolasimi? Nech pul deyapsiz uni? 30 million. Yemib qo'yibdi-da bolasi. Yemib qo'yganda bolasi. Bunchalik bo'lmasa kerak. 5-6 ta. Nech pul so'raysiz siz aka? Qardorsiz. Nech pulga bordi bozori? 14 kilo. Bozor so'raganmi? Qayerda moli? Qayerdagi? Shahardan, Panjobdan. Panjobniki. Nomer qo'yib qo'yaylik uchiga. Yopishtirib ayting, uchiga qo'yib qo'yamiz. Nima borda? Chaplasa. Ena bolam oldi kattasi. Bunisi ham o'zi tayyor ekan. Bu qochmagan ham bunisi ham. Qaysi? Bu ham qochmagan qisir. Bu qisir bu. Ikkovi ham qisir. Bo'ylari 120 plus. Yeb ichishi yaxshi-da. Javob etib ishtirib, yeb pulni ko'rsatib ber. Garantiya. Bir haftaga garantiya. Qayerda moli? Bu Tayloq. Tayloqdagi. Nech pul deyapsiz? Buni 26 deyapman. Ekovini, Jupun, ha? 26 million. Bozor qancha berdi? Onu uncha so'ragani yo'q. Bir примерно so'ra, qiziq so'ragan. Buni 12 so'rayapti, buni 14 so'rayapti. Lekin uncha nima? 12 millionga 14 million so'rashyapti. Karima Hali jazman so'ragani yo'q, yopishtirib so'ragani. Nechi telefon raqamingiz nechi to'g'ri? Telefon raqamingizni ayting. Xaridorlar bo'lsa, qisir boqib, katta qilib semirtirib tayinlayman deganlarga. 93 lik 723 723 80 21. 80-21. Tayloqda moli. Gibrid xunajinimiz. Bo'ylari shu 1.10 plus. Nech pul deyapsiz aka? 15 million. Borganichi? So'ragan bozorda. 13,5 million ko'rdi. Ammo yosh ko'chat narsa ekan. Tuyolari ham hali zo'r turibdi-da. Dalada yurgan mol ekan, a? Qayerda mol ekan? Tayloqda ekan, yo. Bittamisi hozir nomerini. Nechi nomeringiz? Yo sotib olasizmi? Bozorda. Men o'zi Opelekon taksi, Sotakon boshqa. Sotadigan boshqa bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 22,5 millionlik ovoz. 22,5 million. 350 kilo 400 kiloga boradi. Qancha bo'ldi o'zi? Sotildimi bu? Yo'q, sotildi. Endimi? Egasi yo'q. Bo'yi 1.10 plus. Yo'q, o beraman. To'g'ani qancha Resi 350 kilo atrofida. Nech pulga bordi aka? 20 ga bermaysiz. Qancha so'rayapsiz? Qo'ysa aka. 20 ga qo'shilsa berasiz. Boqadigan ekanda, ha, dalshi. Boqish kerak ekan. Qo'qoqda eng oldin ovozi. Bo'yi 1.35 plus. Vesi qancha chiqib qoladi aka? Примерно. Kilo bo'lsin-da. Joy ves 560 kilo o'lchagan. 560 kilo o'lchangan, ha? Tish yorganmi? Yorgan. Tish yorgan. Yana ichib 2 oy yemlaydigan ekan dalshi. Suvgan bo'ladi, suvgan. So'ygan yana omil 300 kilo normalnik. Kattalik qiladi. Qayerda mol aka? Bozorxon Charxindagi. Nech pul so'rayapsiz? 40 million. Borganichi? So'rang. Bozor ko'rganichi? Bozor 33 ko'rdi. 33 ko'rdi. Omil yuvosh namoz ekan. 33 million. 300 kilo go'shtga yaxshi bo'l. 40 million yaxshi aytasiz. 33 million. Nech pul so'yib olishyapti hozir daniyoni qassoblar? 105 dan 110 gacha kelishiga qarab. Uydan 105-110 ming. Yog'li yoqsizga qarabda, qarab. Ha, kelishiga qarab, pulni qanchada berishiga, narsaga. Hozir qanaqa bo'lyapti? Naq bo'lyaptimi yo? Aslan 90% nasiya. 90% nasiya Samarqand mol bozoridan. Bir hafta 10 kunga-da endi. Ha, bir haftaliklar bizga naqd u. Ha. Naqd hisoblaymiz bir hafta. Bir hafta naq. Bir oyga ham ketishi mumkin. Bu bozoringiz bersin aka. Omongiz bersin, xo'p.